Hör odamlarla zulmga qarshilik ko'rsatiladi. Avtori Osiyo Uyg'ur. Ular bizni qullarga aylantirib o'tmoqchi edi, ammo erkin odamlarga qarshilik ko'rsatiladi. Yuqoridagi bir jumla so'z Ikkinchi dunyo urushidagi Yahudi qirg'inchiligidan omon qolgan polshalik bir Yahudi ayolning so'zi bo'lib, bu ayolning aslimalarini o'qiyotganimda kallamni chirmavog'ini ajoyib bir tuyg'u. Meni hayron qoldirgani tarixning takrorlanishi. Menga umid bergini qarshilik ko'rsatish imkonidan butunlay ayirib etilgan Yahudilarning hayot mamotlik kurashga qahramonlarcha otlanishi. O Yahudi ayol aslimasida mundaq deydi. Polshaning Varshava shahri osmonida jiddiy signal ovozi anglandi. Cherkov qo'ng'iroqlari jaranglab, ko'chalardagi mashinalar, odamlar o'z o'rnida to'xtashib, sukutda turishdi. Butkul shahar buningdan 70 yil avvalgi 19-aprildagi Yahudilar qarshilik harakati uchun ta'ziya va hurmat bildiryotdi. 1943-yili 4-oyning 19-kuni Polshaning Yahudilar rayonida 750 nafar Yahudi fidoyisi ig'ir tipli qurollar bilan qurollangan, yaxshi tarbiyalangan, muntizim Germaniya askarlariga qarshi kurashni boshlagan. Bu Yahudi jangchilari Germaniya natsistlar bilan bir oy jon tikib kurash qilgandan keyin 16-mayga kelganda bu qarshilik harakati Germaniya askarlari tarafidan bostirilib 56 ming Yahudi qo'lga olingan va ularning ichidagi 7 ming Yahudi o'ldirilib, qolganlari jazo lagerlariga qamalgan. Ayni yillari bu Yahudi ayol shohid 14 yosh bo'lib, yeshi kichik bo'lgani uchun bu harakatdan chekindirilgan va omon qolgan. U ayol bunday deydi: Biz Germaniya askarlariga utirib qo'yganimiz yo'q, balki istitaklarga utirib qo'ydik. Agar o'zim qaror qilishga mumkin bo'lsa edi, men cho'qim u yerda qilib jang qilgan bo'lardim. Chunki qarshilik harakati Yahudilarning faxri bo'lib, biz bu harakatimiz orqali natsistlarga bizning ular orzu qilgan usulda o'lmaydiganligimizni jakoladik. Bu ayol shu qitimli qarshilik harakatida omon qolgandan keyin ma'lum bir jazo lageriga qamalgan va Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan keyin lagerdan omon-eson chiqib, Isroiliyaga qaytib yangi hayotini boshlagan. U yana mundaq deydi: Mening do'stlarimning hammasi o'zlarining qimmatli hayotini taqdim qildi. Hech kim ikkilanib boqmadi. Ularning bundaq fidokorlik ko'rsatilishi dal bizning hur yashay olishimiz uchun edi. Men o'zimni azaldan bir ziyonkashlikka uchirg'uvchi deb o'ylamayman. Chunki men izchil qarshilik ko'rsatib keldim. Natsistlar bizni qulga aylantirmoqchi bo'lishdi. Ammo faqat erkin odamlarga qarshilik ko'rsatiladi. 1939-yili 31-avgustda Germaniya Polshaga hujum qilgan bo'lib, bir oyga yetmagan vaqt ichida bu davlatni besib olgan. Ayni chog'da Polshaning poytaxti Varshavaning nufusi 1.350.000 bo'lib, buning ichida Yahudilarning soni 350.000 edi. Germaniya natsistlari Polshada maxsus Yahudilar rayoni qurib, barliq Yahudilarni bu yerga to'plagan. Bu yerning yashash sharoiti intayin nachar bo'lib, taxminan 13 odam bir hujurda yetishga to'g'ri kelgan. Suv, gaz, tok va elektr qatorliqlar kesib tashlangan bo'lib, so'g'uq, ocharchilik va kasallik sababidan bu yerda har kuni 1500 ga yaqin Yahudi jinidan ayriladigan ahvol shakllangan. Mushundaq bir ig'ir sharoit ostida Yahudilarning birdan-bir orzusi hayot qilish bo'lgan. Dal mushundaq bo'lgani sabab hech kim Yahudilarning qarshilik harakatlarini elib bora oladiganligiga ishonmagan. Ammo bundaq bir harakat Yahudilarning o'z hayotidan kechib, qo'llariga o'zlari yasagan bomba, polshaliklarning yer osti tashkilotlaridan setib olgan oddiy tapanch qatorli qurollar bilan qurollangan 220 nafar Yahudi jangchisining fidokorligi bilan boshlangan. Aslimida Isroiliya Yahudi cho'ng qirg'inchiligini xotirlash o'rnining bir tadqiqotchisi mundaq deydi: Odamning aqli yetmaydigini 3 yillik natsistlarning hukmronligi, ocharchilik va kasalliklardan keyin bu kishilarda yana natsistlarning buyrug'iga bo'ysunmaydigan, hatto o'rnidan dasturib qarshilik ko'rsatadigan kuchining bo'lganligidir. Bu kurashda ularning o'z millatini qutqizish emas, balki kurashda g'alaba qilishmi mumkin emas bo'lib, garchi shundoq bo'lsa-mu, hamma narsalardan ayrilgan Yahudilar qarshilik ko'rsatmaganidimi, baribir har xil amallar bilan natsistlar tarafidan o'ldirilganligini to'nib yetgan. Shu sabab shundoqlar o'lib ketgandan albatta qarshilik ko'rsatib o'lishni afzal hisoblagan. U chog'larda Polshadagi bu Yahudilarga polshaliklarmi yordam bermagan bo'lib, polshaliklar Yahudilarga ishonmagan. Ayni chog'dagi polshaliklar
Yahudilarga ishonmayli qolmasdan, balki Yahudilarni xuddi Germaniya tajovuzchilariga o'xshashla o'zlariga o'rtaq dushman hisoblagan. Men bu Qur'onni o'qiyotganimda hozirgi vatandagi Uyg'urlarning ahvolini va Xitoy xalqining garchi Xitoy kommunist hukumatining zulmiga qarshi bo'lmasa-mu, ammo Uyg'ur xalqini o'xshashla dushman ko'rgani uchun ularga yordam emas, balki hech qanday hesdoshlik tuyg'usidimi bo'lmasligining ayni chog'dagi polshaliklar bilan buncha o'xshashlik borligidan hayron bo'ldim. Yahudilarning echinishlik tarixining Uyg'ur xalqi ustida qayta takrorlanayotganligini ko'rib turgan vatanimiz Sharq Turkistonda Uyg'urlar bilan birga yashab o'tgan Xitoy xalqining qo'l qo'shtirib qarab turishi meni to'liq g'azablantirdi. Yahudi qirg'inchiligidan omon qolgan yana bir Yahudining mazkur aslimida degan mundaq bir so'zi menga umid va ilhom ato qildi. Qo'rqinch, yetim qoldirish qismati kishilarning bir yerga jam bo'lishiga sabab bo'lganida, bu haqiqatan mu kishi tasavvur qilolmaydigan alomatlar va baxtga to'lgan minutlar bo'ladi. Bu qitimli qarshilik harakati bo'lsa, g'urur va orzu umidlari tortib olingan kishilarning eng oxirgi hayot mamatlik tirikishishi bo'lib, ular o'zlarining natsistlarning tajovuzchiligi ostida o'zlariga qoldirgan birdan-bir insonlik g'ururini qo'g'dash uchun kurash qildi. Haqiqiy qahramonlar dal jazo lageridagilardir.